Hello. Today we are going to learn have has or have got has got. Bor degan ma'noni anglatuvchi birikmalarni o'rganamiz. Have got I, we, you, they olmoshlari uchun, has got esa he, she, it olmoshlari uchun ishlatiladi. Bor degan iboran qatnashgan gaplar bu. Fe'l qatnashtirmaymiz bu gaplarda. Oldingi darslarimda sizda to be mavzusi bo'lishi kerak, siz ko'rgansiz. To be mavzusida aytgandim. Gapda fe'l bo'lmasa to be ishlatamiz deb. Bor degan birikmali so'zimizda ham, ya'ni have got, has got, ya'ni have haslarda ham biz ish harakatni bildiruvchi fe'llarni ishlatmaymiz. Aksincha gap tarkibida ot, sifat plus ot, son plus ot yoki miqdor so'zlar plus ot shaklida keladi. Ya'ni bor degan gapimizda doim ot bo'lishi kerak. Faqatgina sifat, faqatgina son bilan cheklanib qolmaymiz. Esingizda bo'lsin. Formulasiga e'tiborli bo'ling. Birinchi biz have got, ya'ni gotlik shaklini o'rganamiz. Formulasi subject have, has, got, ya'ni have got yoki has got plus noun yoki adjective plus noun va aytib o'tganimdek boshqalar ketadi. Inkor shakli have got, has gotni o'rtasida not keladi, ya'ni ikkalasi ajraladi. Subject have, has plus not plus got va davom etadi. So'roq shaklida ham xuddi shunday. Have has bilan yasaymiz, ya'ni have has gapni boshida keladi. Have has subject plus got va yana davom etadi. E'tibor qarating, only in the present simple deyilyapti. Bor degan iborali so'z birikmamizni aynan got shaklini, boshqasini emas, aynan got shaklini biz faqatgina present simple zamonida ishlatamiz. Eslab qoling, faqatgina present simpleda. Ya'ni bor deganda menda ruchka bor. I have got a pen. Menda katta mashina yo'q. Inkor gapga ketyapti. I haven't got a big car. Sifat plus ot shaklida ketyapti. So'roq gapimizda have you got 3 brothers? 3 ta akang bormi? Demak, son plus ot shaklida kelyapti. Mana bu have got, has gotlar mavzusi edi. So'roq gapimizda qanday javob beramiz? Javob berishimiz agar darak gap bo'lsa, ya'ni ha deb javob bersak, yes subject va have has dan keltirib chiqarib javob berishimiz kerak. Have you got 3 brothers degan savolimizga javob beramiz. Agar bo'lsa yes, I have these. Chunki agarda you bilan savol berilsa, I bilan javob berishimiz kerak. Agarda savolingizda I bilan savol berilsa, you bilan javob berishimiz kerak. Chunki menda 3 ta ruchka bormi deb kimdandir so'rasangiz yo kimdandir so'rasangiz, o'sha ha senda bor deyiladi. Qarang, bu hayotiy qoidalar hisoblanadi. Inkor shaklida no subject have, has va not shaklida ketadi. Shuni yo'q deb javob beramiz. No, I have not. Qisqartirib ham aytishimiz mumkin. Aynan not qo'shimchasi have va has ga qo'shilib qisqartiriladi. Ya'ni bular haven't, hasn't. Not inkor yuklamasi yordamchi fe'llariga qo'shilganda o harfi tushib qoladi va uni o'rnida apostrof keladi. Oldingi hamma zamonlarimiz videolarida sizga qisqartirma shakllarini ko'rsatib bergandim. Mana bu demak have gotni ishlatilish holati edi. Navbatdagi qoidamiz have hasni o'zi. Biz endi have va has haqida gaplashib o'tamiz. Gotni ko'rib chiqdik. Have has ishlatilishi formulasiga e'tiborli bo'ling. Formulaga qarashdan oldin mana bu yozgan ikkita so'zimga qarang. All tenses, hamma zamonda. Demak, shundan qoida keltirib chiqarishimiz mumkinki, bor degan iborani gotlik shakli
faqatgina present simple ishlatilib, so'roq va inkori have has yordamida hosil qilinadi. Have hasni o'zi esa, ya'ni bor iborasi gotsiz shakli hamma zamonda ishlatilib, zamonlarga qarab mana have has o'zgarishga ega bo'ladi. Demak, present zamoni bo'lsa, have hasdan foydalanamiz darak gapda. Inkor shaklida esa does, do dan foydalanamiz. So'roq shaklida ham do, does dan foydalanamiz. Past simple bo'lsa, o'tgan zamon bo'lsa, had dan foydalanamiz. Inkor shaklida did dan foydalanamiz. So'roqda ham did dan foydalanamiz. Continuous zamoni present continuousda am is are, having ketadi. Past continuous was, were, having yuradi. Future will, have. Perfect, aynan present perfect. Have, has, had shaklida yuradi. Hadimiz bu yerda bor degani. Have, has, past present perfectni yordamchi fe'llari. Ya'ni have, has bor degan birikmamiz, so'zimiz hamma zamonda ishlatiladi va o'sha zamonlarni yordamchi fe'llardan foydalanib, darak gaplarda foydalanamiz, inkor gaplarida foydalanamiz va so'roq gaplarida foydalanamiz. Va albatta bu gaplar tarkibida ot yoki sifat plus ot shaklda keladi yoki son plus ot, ya'ni ot qatnashishi kerak. Mana bu demak aynan have hasni o'zi edi. Javob berishimiz qanday bo'ladi? Siz savol berayotganingizda qaysi yordamchi fe'l bilan savol beryapsiz? O'sha yordamchi fe'ldan kelib chiqib javob berishingiz kerak. Misol uchun, do you have a pen? Savolimiz do you have? Do bilan savol berilyapti. Javob berishimiz yes, I do deyiladi yoki no, I don't shaklda javob beriladi. Farqlisi, demak, gotdan qaysi zamonda yordamchi fe'l bilan savol bersak, o'sha yordamchi fe'llar bilan javob berishimiz kerak. Endi bor degan iborasi qachon ishlatiladi? Birinchi ishlatilishi biror bir narsa, buyumlarga egalikni bildiradi. Tushunib o'tirsiz, bor. Hozirgacha 4 ta 5 ta gaplarni ko'rib o'tdik. Mana bu bor degan. Ikkinchi ishlatilishi esa qarindoshlik aloqalariga nisbatan, ya'ni akam bor, ukam bor, amakim bor deysiz. Qarindoshlaringizni aytganingizda ishlatiladi. Va keyingi ishlatilish uchinchisi esa shaxslarga yoki hayvonlarga xuddi bir ta'rif bergan, ya'ni sifatini aytganingizda. Mana bu uchinchi ishlatilish holati edi. Ya'ni u ko'zoynak taqadi, ya'ni ko'zoynagi bor degan ma'noni bildirsak, demak she has got glasses deysiz. Tamam, yoki she has got on glasses. Achkili qiz deganday gapni bildiradi. 100% shunday tarjima qilinmasa ham mazmun demak uni sifati achki taqib yuradi degan mazmunni bildiradi. Bu have has gotni ishlatilishi edi. Yana bir muhim jihati bor, ya'ni gotlik shakli ishlatilmaydigan so'zlar mavjud. Ya'ni birikmalar mavjud, expressions deyiladi. Faqatgina ular have hasni o'zi bilan keladi. Bularga lunch, breakfast, a chat, bath, shower, a baby kabi so'zlar birikma holatda keladi va bular biz bemalol aynan shu birikmali holatlarni, expressionlarni continuous zamonlarda va simple zamonlarda ishlata olamiz. Shunchaki biror bir narsaga egalik qilishni bildiradigan so'zlarimizdan iborat bo'lgan gaplarni hosil qilsak, ularni continuousda ishlata olmaymiz. Tasavvur qiling, menda ruchka borni qanday qilib continuous ayta olasiz? Ayta olmaysiz. Faqatgina iboralar bilan birga kelgandagina aynan have va has continuous zamonda ishlatiladi va simple zamonda ham. Misol uchun sizga misol qilib olishimiz mumkin. Have lunch degan birikmani expressionni beramiz. Bu yerda have bor degan ma'noda emas, birikmalar bilan kelganda, balkim qabul qilmoq degan ma'noni bildiradi. Ya'ni have lunch tushlik qilmoq degani. Have a shower, shower dush qabul qilmoq. Have breakfast nonushta qilmoq. Mana bu holatda biz aynan hozir boya aytib o'tgan
birikmalarim bilan birga kelganda continuous aytishimiz mumkin. Aytishimiz mumkin, soat 1da tushlik qilgandim desak, o'tgan zamon bo'ladi. I had lunch at 1 p.m. deymiz. Bu past simple zamoni. Continuous, aynan present continuous aytsak, I am having lunch right now. Hozirda men tushlik qilyapman. Bu qancha zamonda ishlatilishi. Future'da berishimiz mumkin. I will have lunch at 1 p.m. Men soat 1da tushlik qilaman, endi bajaradim. Mana bu holatlarimiz aynan uchta zamonni ishlatilish holatini ko'rdik. Biz qolgan zamonlarga ham qo'ya olamiz. E'tiborli bo'ling. Demak, continuousda faqatgina iboralar bilan kelganda ishlatiladi. Mana bu bor degan iborani bugungi mavzumiz edi. Ya'ni shaxslarga nisbatan ishlatiladi. See you soon.